Assalomu alaykum, mening Green Love oilam. Sizlarga shu podkladkalar haqida gapirib bermoqchiman. Haqiqatda juda zo'r, 12 xil giyohdan bo'lgan podkladka, qizdiruvchi xususiyati bor, tabiiy, hech qanaqa ximikati yo'q giyohlardan tayyorlangan. Bunda ayollar va erkaklarniki ham bor. Ayollarimiz kistamiyoma, vidileniya, shamollash, zamburug' sistitlarga ham juda foydasi bo'lyapti. Mana sahr borlarda qichishish tez bo'lib turadi. Xuddi shu rosa kerakli narsa shularga, katta yoshli ayollar, xola, onajonlarimizga ham bo'laveradi. Bir kunda, bir kechada foydasi bilinadi. Buni kechqurun yotishdan oldin qo'yib olasizlar, ertalab olib qo'yasizlar, namlab turib. Qizdirish xususiyati bor, 12 xil giyohi bor. Bu erkaklarimiz ham quvvat oshiradi, buyrak, oyoq og'riqlarga, buyrak shamollashlarga, qichishish, sistitlarga ham juda foyda bo'lyapti. Shu ikkalasini mana farzand ko'rmayotgan erkak va ayollar bir xilda ishlatsa, inshaalloh farzandli bo'lishadi. Bu follikula yorish xususiyati ham bor. Zakaslaring bo'lsa lichkamga, tushunmagan joylaring bo'lsa yozinglar. Marhamat.